Assalomu alaykum. Demak, LeetCode'dagi SQL bo'yicha 50 ta savolni 22-savolni boshlaymiz. Yangi bo'limga o'tdik, ya'ni sorting and grouping degan. Xullas bizda ushbu bo'limdagi birinchi va umumiy 22-savolimiz shunaqa ekan: number of unique subjects taught by each teacher. Har bir teacher tomonidan, o'qituvchi tomonidan o'qitilgan unique darslar. Misol uchun bitta o'qituvchi ham misol uchun ingliz tilini ham rus tilini o'qitishi mumkin, yoki bitta o'qituvchi ham fizikani ham informatikani o'qitishi mumkin. O'sha o'qituvchilarni nechta fanni o'qita olishini yoki o'qitishini count qilishimiz kerak. Endi tableimizga qarasak, teacher ID turibdi. 3-departmentga 2-subjectni o'tadi, 4-departmentga ham 2-subjectni o'tadi. 3-departmentga demak 3-subjectni o'tadi. Biz hozir agar teacher ID bo'yicha gruppalab count qilganimizda birinchi teacher uchun 3 qo'yib berardi, chunki biza общий nechta dars o'tishini topgan bo'lardik. Bu yerda unique subjectlarni topgan degan. Ya'ni faqatgina subject 2 bilan subject 3 ni o'sha o'qituvchi o'qita oladi. Demak, bu narsani database ga olib yotmadim, chunki juda ham oson. Bizda shunaqa funksiya bor, ya'ni select teacher ID, endi job bo'yicha yozaman, teacher ID ni yozdim. Endi count qilishim kerak. Mayli, birinchi from teacher menda table.teacher gruppa qilishim aniq, chunki men count qilaman. Teacher ID bo'yicha gruppalasin. Endi nima qilaman? Oddiy count qilganimda, count star qilganimda, voyatganimda teacher 1 uchun 3 qo'yib berardi, teacher 2 uchun 4 qo'yib berardi. Chunki 4 ta joyda teacher ID ni ikkinchi teacher ID qatnashgan. Bizga faqatgina unique bo'lgan darslarni qaytarsin deyapti. Shuning uchun men buni ichida distinct degan distinct yozaman. Distinct nima qilib beradi? Faqat uniquelarni qaytaradi. Oddiy select ishlatganimizda ham misol uchun distinct teacher ID desa faqat 1 bilan 2 chiqadi. Ya'ni mana shundagi unique valuelar chiqadi. Ben endi count ichida distinct ishlatamanda, count deyman, distinct subject ID. Ya'ni subject ID ni o'sha faqat unique bo'lganlarni count qilsin deyman. Javobimni buni yozib qo'y, alias name berib qo'yishim kerak. As cnt submit qilaman. Javobimni qabul qildi. Ham submit qilib qo'ydi, chunki ana run bo'lishiga juda ham ko'p vaqt yetib qoldi. Shu serverdagi bo'lib turgan narsa bilan. Baribir yana ko'p vaqt oldi. Baribir optimal solution shunaqa. Demak, 22-savolimizni ham javobini topdik.